Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz arab tili xizmatlari. Sizlar uchun Yusuf Akademiya jamoasi bilan birgalikda arab tilida soat mavzusida qo'llanma tayyorladik. Inshaalloh ushbu qo'llanmadan keyin soatlarni yozishda va aytishda xatoga yo'liqmaysiz. Arab tili murakkab degan gaplarga ishonmang. To'g'ri ustoz va to'g'ri kitob bilan hamma narsa oson. Keling buni birgalikda isbotlaymiz. O'zi soat mavzusi raqam mavzusiga nisbatan juda ham oson bo'ladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Avvalambor soatga tegishli bo'lgan lug'atlarni yodlab olamiz. Aqrabus sa'a soat millari, daqiqa minut, saniya soniya, kam qancha necha. Bu soat so'rayotganimizda vaqtini kerak bo'ladigan lug'at bo'ladi. Kamis sa'a soat necha bo'ldi? Tamaman ro'pparasa, nisf yarim, sulusu 3dan 1, ya'ni bir soatimizda 3dan 1. Bir soatimiz 60 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, uni 3dan 1 20 daqiqaga to'g'ri keladi. Va rubo endi to'rtdan 1. Bir soatimizda to'rtdan 1 qancha? 15 daqiqaga to'g'ri keladi. Al-an, hozir, illa takam. Hozir bu lug'atlarni amalda qo'llab o'tamiz. Endi avval soatlarni o'rganib olamiz 1 dan 12 ga qadar. Kamis saatu al-an, hozir soat necha bo'ldi? As-saatu al-an, al-wahidatu, hozir soat 1. As-saatu al-an, as-saniyatu, hozir soat 2. As-saatu al-an, as-salisatu, hozir soat 3. As-saatu al-an, ar-rabi'atu, hozir soat 4. As-saatu al-an, al-khamisatu, hozir soat 5. As-saatu al-an, as-sadisatu, hozir soat 6. As-saatu al-an, as-sabi'atu, hozir soat 7. As-saatu al-an, as-saminatu, hozir soat 8. As-saatu al-an, at-tasi'atu, hozir soat 9. As-saatu al-an, al-ashiratu, hozir soat 10. As-saatu al-an, al-hadiyata ashrata, hozir soat 11. As-saatu al-an, as-saniyata ashrata, hozir soat 12. Demak, hozir biz ro'pparasa bo'lgan vaqtlarni o'rganib chiqdik. Endi undan o'tgan bo'lishi mumkin yoki kam bo'lishi mumkin. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Endi B variantimiz kamis saatul an, hozir soat necha bo'ldi? As-saatul an as-saniyatu ashratu va 5 daqiqa. Hozir soat 12 va 5 daqiqa. Nima degani? Vov degani o'tdi degani, illa degani kam degani. Shunda 12 dan 5 daqiqa o'tdi degani. As-saatul an as-saniyatu ashratu, ya'ni hozir soat 12 va 10 daqiq va 10 daqiqa o'tdi unda. 12 dan 10 daqiqa o'tdi. As-saatul an as-saniyatu ashratu, hozir soat 12 va rubu nechi edi? 4dan 1 edi, ya'ni 15 daqiqa. 12 dan 15 daqiqa o'tdi. Keyingisi as-saatul an as-saniyatu ashratu va thuluth. Hozir soat 12 va 3dan 1. 3dan 1 20 daqiqaga to'g'ri keladi. Shunda 12 dan 20 daqiqa o'tdi. Keyingisi as-saatul an as-saniyatu ashratu va nisf illa 5 daqiq. Hozir soat 12 va nisf nima edi? Yarim edi. 12 yarim illa endi kam bo'lyapti. 5 daqiq, 5 daqiqa kam. 12 yarimga 5 daqiqa kam. 12 yu 25. Endi as-saatul an as-saniyatu ashratu va nisf. Hozir soat 12 va yarim. Va degani o'tdi degani 12 yu 30. Endi as-saatul an as-saniyatu ashratu va nisf va 5 daqiq. Hozir soat 12 va yarim va 5 daqiqa. 12 yu 35 ga to'g'ri keladi bu. Keyingisi as-saatul an as-saniyatu ashratu illa thuluth. Hozir soat 12 illo thuluth, ya'ni 3dan 1 kam, 20 daqiqa kam. Shunda 11:40 bo'ladi soat. Keyingisi as-saatul an as-saniyatu ashrata, hozir soat 12 illa rubu, illa unga 4dan 1 kam, 15 daqiqa kam bo'lyapti. Demak 11:45. Kam bo'lganda avval o'sha butun soatni aytib olamiz. Nechiga kam bo'lishini, keyin kamini aytamiz. Xuddi hozir 12, lekin unga 10 ta kam, 10 ta daqiqa kam, 15 daqiqa kam deb. Endi as-saatul an as-saniyatu ashratu, hozir soat 12 illa 10 daqiq va unga 10 daqiqa kam, 11:50. As-saatul an as-saniyatu ashratu illa 5 daqiq. Hozir soat 12, unga 5 daqiqa kam,
11:55. والساعة الآن 12:00 تماما. Hozir soat ro'porosa 12:00. Endi keyingisi uktubil vaqta tahta kulli suratin. Har bir surat ostiga vaqtlarini yoz. Bu sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Buni izohlarda yozib qoldirasiz. Qul li ustazikal vaqta kama huwa fi sura. Ustozing uchun xuddi misoldagidek vaqtni ayt. Bu ham vazifa bo'ladi, demak, ikkitasi vazifa bo'ladi. Hop, soatlar bo'yicha umumiy qoidamiz shundan iborat. Unaqa katta grammatika ishlamaydi bunda. Inshaalloh tezda o'rganib olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.